Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yil 21-iyul Buxoro shahrida dunyoga kelgan. U islom olamining yirik mutafakkiri, buyuk muhaddis, muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritiladi. Otasi Ismoil o'z davrining yetuk muhaddislaridan Malik ibn Alasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo'lib tijorat ishlari bilan shug'ullangan. Onasi taqvodor, diyonatli, oqila ayol edi. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5-6 yoshidan islomiy ilmlarni, Muhammad payg'ambarning hadislarini o'rganishga va yodlashga kirishadi. Taniqli muhaddislar Al-Dohiliy, Muhammad ibn Salom al-Poykandi, Muhammad ibn Yusuf al-Poykandi, Abdulloh ibn Muhammad al-Masdani va boshqalardan saboq olgan. Azaddan muhaddislar safarga chiqishdan oldin o'z yurtidagi roviylardan birorta ham hadis qoldirmasdan yozib olgan bo'lishi va shundan keyingina boshqa shahar yoki mamlakatga safarga otlanishi mumkin edi. Buxoriy 16 yoshga yetguncha o'z yurtidagi moshohiylardan hadis eshitib, yozib olib, xalifalikning turli viloyatlari tomon yo'l oladi. 825-yil Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga kelib, haj ibodatini ado etdi. Buxoriy 870-yili Samarqandda vafot etadi. Keyingi qismni ko'rish uchun kanalimga obuna bo'ling.